Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlar. Bugun 18 talik Monika Cobra stol stulimizni Qoraqalpog'istonga zakasini olib qolganmiz. Bu komplektimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa ko'rib o'tishlaring mumkin. Simali oyoqlarda 3 ta simali oyoq qo'yib berganmiz. Yonma-ko'y ayqon gullar pon aylanasiga bo'lgan. Xudo xolasa MDFdan bo'ldi. Akvariumlarni ham ko'rib o'tishlaring mumkin. O'ta neobычный. Xudo xolasa. Xo'p, stullarimiz 100% yong'oq daraxtida ishlab berdik. Mana ranglari kumush rangda, materiallarni o'ziga kombinatsiya qilib, iloji boricha kantlarigacha kombinatsiya qilib ishlab berdik. Xudo xolasa ko'zli tugmalarda arqalari broshkali bo'lgan. Hammasi mana xudo xolasa. Stullarimiz 100% laklangan inshaalloh. Katta stolimiz razmeri 4,5 metrga 120 lik bo'ldi. Общий joy egallashi 5,5 metr bo'ldi. Shu 6 metrlik 6,5-7 metrlik zallarga o'ta chiroyli tushadi. Xudo xolasa 18 ta stulimiz bo'ldi. Inshaalloh ko'rib o'tishlaring mumkin. Kimga qanaqa stullar kerak bo'lsa, bexijolat Mebel House ga obuna bo'lib, bizga aloqaga chiqsalaring, inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Bu komplektimiz narxi 11,500,000 so'mga bizning uyimizdan chiqib ketyapti. Xudo xolasa kimga qanaqa stullar kerak bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar.